Ona borki, olam munavvar. Ona bo'lmasa quyosh ham chiqmaydi ertaga. To'g'risida. Ona qachon qiylanadi? Ota bo'lmasa qiylanadi. Ota borligi uchun qiylanmay yuradi ona. Bu gaplarni haytli olish uchun gapiryapti deb o'ylamanglar. Bugun arafa bo'lganiga to'g'ri kelib qoldik xolos. U ona tarafdan qarindoshlar ichida bitta mujigi bo'ladi. Bu tog'a deyiladi u inson, bilasizlarmi? Tog'a deyiladi. Ona tarafda qarindoshlaringdan bitta chiroyli odam bor ekansa, ikkilanmasdan xolam deyman. Tushunyapsizlarmi? Otani-chi, otani. Mana shu qiylanmasdan katta bo'lishni doim oldi jigari bo'lib turgan odam amakisi hisoblanadi-da. Mujig odamda u ham to'g'risi. Endi amma haqida oshcha gapirmay qol. Yer yuzida bitta yaxshi odam qopti desa, ikkilanmay hammam deyman, to'g'risi. Akam, opam, jigarlarim sizlarni hech qachon unutish bo'lmaydi. Sizlar bor men tirik, bo'lmasa bu hayot. Ukamni bloklab yubordim, mayli.